Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana bugun birodarlar Sha'ban oyini birinchi kuni, Sha'ban oyi Ramazon oyiga qo'shni bo'lgan oy. Sha'ban oyidan keyin Ramazon oyi. Alloh taolo hammalarimizni Ramazon oyiga yetkazsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sha'ban oyida qanday amallar qilgan? Usama ibn Zayd radhiyallohu anhu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana shu Sha'ban oyi haqida so'raganlar. Ya Rasululloh, lam arak tasumu min shahri min ash-shuhuri ma tasumu fi Sha'ban. Qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zalika ash-shahru yaghfalu an-nasu anhu bayna Rajab wa Ramadan. وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة. مرابو حديث أبو داود والنسائي وابن خزيمة رواية قيان الباني رحمه الله وحديث حسن ديب أتكلم. أسامة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دان so'raydilar, ya Rasululloh, ey Allohning rasuli, men sizni oylardan biron bir oyda, Sha'ban oyida roza tutganingizchalik roza tutganingizni ko'rmadim deb payg'ambarimizdan so'radilar. Payg'ambar vasallam Sha'ban oyida ko'p roza tutganlar. Sahobalar buni ko'rishgan. Usama ibn Zayd radhiyallohu anhu payg'ambar vasallamdan shuni so'rayaptilar. Ya Rasululloh, sizni oylardan biron bir oyda Sha'ban oyida roza tutganingizchalik roza tutganingizni ko'rmadim deyaptilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, qala zalika shahru yaghfalu an-nasu anhu bayna Rajab va Ramazon. Payg'ambar vasallam aytdiki, mana bu oy Rajab bilan Ramazon oyining o'rtasidagi oy dedilar, ya'ni Sha'ban oyini. Mana bu oydan, Sha'ban oyidan insonlar g'aflatda bo'ladi dedilar. وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. Mana bu Sha'ban oyida amallar Alloh taologa ko'tariladi dedilar. Mana bu oyda insonlarning amallari olamlarning Robbisi bo'lgan Alloh taologa ko'tariladi dedilar. Fa ahabbu an yurfa'a amali va ana so'im. Payg'ambar vasallam aytdilarki, meni amalim Alloh taologa ko'tarilayotgan paytda ro'zador bo'lgan holatda ko'tarilishini yaxshi ko'raman dedilar. Mana bu hadisdan bir qancha foydalar olishimiz kerak. Birinchisi, Payg'ambar vasallam Sha'ban oyida ko'p ro'za tutganlar. Agar ro'za tutishlikka qodir bo'ladigan bo'lsak, ro'za tutishimiz kerak. Sha'ban oyida ro'za tutishlik hukmi qanday desa, hukmi ro'za tutishlik nafl ibodat. Agar ro'za tutsangiz savob bo'ladi, agar ro'za tutmasangiz gunohkor bo'lmaysiz. Bir odam ro'za tutayotgan bo'lsa, bu nur ustiga nur, ammo ro'za tutmayotgan bo'lsa, u odam hech kim sen xato ish qilyapsan ekan deb ayta olmaydi. Sen shariatga xilof ish qilyapsan ekan, ro'za tutmayapsan ekan deb hech kim ayta olmaydi. Bu balki nafl ibodat. Kim xohlasa Sha'ban oyida ro'za tutadi, xohlamagan odam ro'za tutmaydi. Tutgan odam nur ustiga nur, ajr savob ko'p bo'ladi, tutmagan odam gunohkor bo'lmaydi. Demak, Sha'ban oyida ro'za tutishning hukmi bu nafl. Endi bir kishi Sha'ban oyida ro'za tutib, agar Ramazonga ro'za tutishlikka zaiflashib qolgan bo'lsa, unda Sha'bonda ro'za tutmaganligi afzal bo'ladi. Chunki Sha'ban oyida ro'za tutishlik bu nafl, lekin Ramazon oyida ro'za tutishlik bu farz. Sha'ban oyida ko'p ro'za tutib inson zaiflashib qolib, agar Ramazon oyida ro'za tutishga qodir bo'lmay qoladigan bo'lsa, unda ro'za tutmaganligi afzal bo'ladi. Mana payg'ambar vasallam Sha'ban oyida amallar olamlarning Robbisi bo'lgan Alloh taologa amallar ko'tarilib turadi dedilar. Men mana shu amallarim ko'tarilayotgan paytda ro'zador bo'lishni yaxshi ko'raman dedilar payg'ambarimiz. Alloh taolo hammalarimizni mana bu Sha'ban oyida Alloh taolo qodir qilganchalik ro'za tutishga Alloh taolo tavfiq bersin. Mana bu oyda hammalarimiz g'animat bilishimiz kerak.
Sha'bon oyidan keyin Ramazon oyi Alloh taolo bizlarni mana shu Ramazon oyi o'zi yetkazsin.